Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Nur Mehmet. Sog'lomlik qanimizga xush keldinglar. Bugun bedenimizga suyak to'g'riliq biroz mazmunlarni bahslashga o'ylashdik. Hammamiz suyakning bedenimizga muhim bir qismi ekanligini bilamiz. Ammo ko'p sonli kishilar dam badanda qancha suyak borligini demaslik mumkin. Qur'onga yetgan sog'lom kishilarning bedenida 206 parcha suyak bo'ladi. Bu suyaklar o'zaro muskullar, paylar, ko'mirchaklar bilan tutishib badanning skelet sistemasini shakllantiradi. Yangi tug'ilgan boqlarning bedenida 300 parcha atrofida, o'smir bolalarning suyagi bo'lsa 217 parcha atrofida bo'ladi. Buning sababi bu vaqtlar tug'ilib cho'ng bo'lishga ergishib ba'zi sunyaklar masalan umurtqaning a'ngsidagi quyumchoq sunyaklar o'zaro asta birlashib ketib son jihatdan ozlaydi. Shu sababdan badanda 300 parcha sunyak bo'lgan bu vaqt asta 217 parcha sunyak bo'lgan bir bolaga aylandi. Unda Qur'on yetganda badandagi toplam sunyak 206 parcha bo'ldi. Badandagi sunyakning tarkibi nimalardan tuzildi? Qur'on yetgan bir odamning sunyagida %20-25 suv, %35 bo'lsa organik modda, %40-45 bo'lsa organiksiz tuzlardan tarkib topadi. Bu organiksiz tuz deganimiz dal shu kalsiy. Bundan sirт yana magniy va natriy kaliylarni bo'ladi. Organiksiz tuzlar sunyakning qattiq darajasini belgilaydi. Organik modda bo'lsa sunyakning elastiklik darajasini belgilaydi. Kichik bolalarda buvoqlarning sunyagida organik moddaning egaligi nisbati sal yuqoriroq bo'lg'achqa sunyak bir qadar nozik yumron bo'ladi. Yashanganlarning sunyagida kalsiy, ya'ni organiksiz tuz tarkibi ozlab ketgachga oson egiladi ham oson sinadi. Bundan sirт erlarning sunyagi ayollarning sunyagiga qaraganda kengroq, qattiqroq ham eg'irroq bo'ladi. Ammo ayollarning sunyagining sirtqi yuzi erlarnikiga qaraganda silliq bo'ladi. Odam bedani sunyaklar cho'ng jihatdan 3 bo'lakka, ya'ni bosh sunyaklari, badan sunyaklari, 4 a'zo sunyaklari deb ayriladi. Bosh qismda 29 parcha sunyak, badan qismida 51 parcha sunyak, 4 a'zo ya'ni put-qo'l qismida 126 parcha sunyakdan tarkib topadi. Sunyaklarning shakli qarta 5 turga ayrılib bo'ldi. Uzun sunyak, qisqa sunyak, yapaloq sunyak, qilibsiz sunyak va urug'simon sunyak. Badanning o'xshagan yerda o'xshagan shaklli sunyaklar bo'ldi. Uzun sunyaklar ko'pincha bilak, pochoq, barmoqlarda bo'ladi. Qisqa sunyaklar ko'pincha alqon va tapon qismida bo'ladi. Yapaloq sunyaklar bo'lsa, boshdagi sunyaklar qovurg'a, tog'oq, sunyak, to'sh sunyaklarni ko'z tutadi. Qilibsiz sunyaklar bo'lsa, ko'pincha umurtqa sunyaki bilan quloqchidagi eng kichik sunyaklarni ko'z tutadi. Urug'simon sunyaklar odatda paylarning ichiga kirishib ketgan bo'ladi. Masalan, tiz ko'mirchak sunyaki. Ular asosliq paylarni qo'g'dash ham erkakchilikni oshirishga foydasi bo'ldi. Bir sunyakni to'g'risi kesib qarab baqsaq, sirtdan ichiga qarab sunyak pardasi, zich sunyak qatlami, shalon sunyak qatlami, yiliklar qismi deb bir qancha qatlamga bo'lindi. Rasmda uzun sunyakni misol olgan bo'lib, boshqa sunyaklarning qatlamlari ko'pincha o'xshab turadi. Eng sirtdagi qatlam ya'ni sunyak pardasi. Bu parda sunyakning sirtini qorshab turadi. Qon tomirlari va ba'zi nervlar bu qatlam yuzida bo'ladi va ba'zilari bu qatlam teshib o'tib ichiga kiradi. Ikkinchi qatlam ya'ni ixcham yoki zich sunyak qatlami deb ataymiz. Bu sunyakning eng qattiq kuchli qismi bo'lib, sunyak hücreleri bu qatlamda nəhayət zich joylashadi. Bu qatlam badandagi sunyaklarning butun eg'irligining 80 ni egallaydi. Bu qatlam sunyakning qo'g'nishchan qismi deb atab qo'yamiz. Odatda kalsiyni jiq iste'mol qilib bersang, badanning kuchli sunyaking qattiq bo'ladi degan kalsiy dal shu qatlamda jiq bo'ladi. Bu qatlamda yana qon tomirlari mang'idan qonallar bo'ladi. Bu qon tomirlari sunyakka oziqlik bilan oksigen elib keladi. Uchinchi qatlam bo'lsa shalon sunyak qatlami. Bu qatlamning shakli oshxonadagi qocha yuvish bulutga o'xshab qoladi. Ya'ni shalon bo'lib, oraliqlarida bo'shliq bo'ladi. Bu butun badandagi sunyaklarning eg'irligining 120 ni egallaydi. Bu qatlam sunyakingizning elastikligini oshiradi. Ham bu qatlamda oziq moddalar saqlanadi. Kalsiyning ba'zi ximiyalik faoliyatlari bu qatlamda bo'ladi. Sunyakning eng ichidagi qism yilik g'ilipi bo'ladi. Uyda sunyak sho'rpisi qilganda mazza qilib yeydigan yilik dal mushu g'ilapning ichida bo'ladi. Badandagi yiliklar qizil yilik bilan sariq yilik deb ikki xil bo'ladi. Qizil yilik asosliq badanga lozim bo'lgan qizil qon hujayrasi, oq qon hujayrasi va qon plastinkalarni qatorlarini ishlab chiqaradi. Sariq yilik asosligi may hujayralari va ba'zi oq qon hücrelerini ishlab chiqaradi. Sunyaklarning roliga kelsak, birinchi esimiz keladigan harakat. Ya'ni o'ra turish, mengish, yugurish qatorli harakatlarni sunyakning yordami bilan olib boradi. Bundan sirt sunyakning badandagi organlarni qo'g'dash roliga ega bo'ladi. Masalan, bosh qismdagi sunyakimiz ichidagi mengimizni qo'g'daydi. Ko'krak qismidagi qovurg'alar bo'lsa, yurak, o'pka qatorli muhim organlarni qo'g'daydi. Odam bo'yining egiz pakar bo'lishi ersiyat bilan munosabatlik ham uzun sunyakning yaxshi oziqni bitish bilan munosabatlik bo'ladi. Uzun sunyakning bosh bo'yin qismidagi o'sish qavati yaxshi o'sib bitilsa, odam bo'yi texim egizroq bo'ladi. Agar bir yerimiz sunsa, nima uchun bek og'riydi? Bu og'riqlar dal shu sunyakning yuzidagi nervlar va shu sunyakning atrofidagi organ yoki to'qimalardagi nervlar og'riq hissini paydo qiladi. Sunish yoki qayrilış sababidan sunyakning har qaysi qatlami zaxm olganda, vaqtida davolashib bormasa, yeni sunyakni asliga keltirmasa, shu bo'lgidagi a'zoning umrlik normal ishlamaslik, eg'ir ahvollarda qon tomir to'silib o'lib ketish ahvollari kelib chiqadi. Shunga putingiz, qo'lingiz qayrilib ketgan chog'da, agar bir qancha soat ichida bek ishib ko'karib ketgan ahvollar bo'lsa, cho'qim doktorxonaga berib rentgen tortib beqish lozim. Bo'libmi yosh o'smirlar bilan yashanganlar bu jihatda cho'qim diqqat qiling. Hargizmi voy hech qisi yo'q, bir qancha kun saqib qoldi deb yuravermang. Sunyak shalon
boshlang'ich kasali bo'lsa, dal mushu sunyakdagi hujayralarning zichligi azalganligidan kelib chiqadi. Buning sababi badanda uzun muddat kalsiy, vitamin D to'van bo'lish yoki badandagi hormonlarning tangpungsizlashish va yoki ba'zi kasallar sababidan kelib chiqadi. Shu mayli qaysi yoshda bo'ling, cho'qim sut ichish yoki boshqa usullar bilan kalsiy to'plash lozim. Ham doim oftobga qoqnish orqali badandagi D vitamin to'plab lozim. Harakatning sunyakning o'sib yetilishiga zo'r foydasi bo'ladi. Sunyak bilan munosabatlik semiz mushunchalik bo'lib tursin. Sizlardan ko'rish salomat bo'linglar. Allohga emanet.